Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan setkabel orqali kompyuterlarni o'zaro bog'lash va ma'lumot almashish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun bizga quyidagi rejalar kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rganadigan narsamiz setkabelning vazifasi va turlari haqida. Keyin kompyuterlarni kabel orqali bog'lash usullari, bog'lanishdan so'ng esa ma'lumotlarni almashish jarayonlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Setkabel bu ikki yoki undan ko'p kompyuterlarni o'zaro bog'lash, ulardan tarmoq hosil qilish va ma'lumot ulashish uchun ishlatiladigan kabel turi hisoblanadi. Bunday kabel kompyuterlar o'rtasida ma'lumot paketlarini tez va ishonchli ravishda uzatishni ta'minlaydi. Xo'p, bizda setkabelda eng ko'p qo'llaniladigan turlari bular birinchisi UTP, ya'ni ekranlanmagan juft simlardan iborat eng ko'p tarqalgan kabel turi hisoblanadi. Keyingisi STP, bunda elektromagnit shovqinlardan himoyalangan bo'ladi va keyingi kabel turimiz RJ45 ulagichli Ethernet kabeli. Bu kabel orqali kompyuterlar orasida jismoniy ulanishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Kabelning asosiy vazifalari kompyuterlar o'rtasidagi aloqani o'rnatishga, ma'lumot, fayl va papkalar almashishga yordam beradi. O'yinlar, dasturlar yoki lokal serverlarga ulanish imkoniyatlarini beradi. Internetni bir kompyuterdan boshqasiga uzatishga yordam beradi. Xo'p, keyin crossover kabel ichidagi simlarni to'g'ri ulash, ya'ni setkabel ichidagi simlarni to'g'ri ulash bizda kabeldan yasalgan RJ45 ulagichlarning ikkala uchi bir xil emas, ya'ni bir xil bo'lmaydi. Birinchi uchi T568A standarti, ikkinchi uchi esa T568B standarti deb ataladi va bu standartlarda bizda ya'ni ikkita uchi ikki xil shaklda ulanishi ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda pinlar, 1 dan boshlab 8 gacha bo'lgan pinlar va yonida esa qaysi rangdan keyin qaysi ulanishi jarayonlari ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bu yerda birinchi uchi va ikkinchi uchi bir-biriga mos emas. Keyin ikki kompyuterlarni setkabel orqali o'zaro bog'lashni ko'rib chiqamiz. Bizda bunda quyidagi oyna kerak bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz bu yer Ethernet kompyuter. Bunga kirish uchun biz tugmasini bosishimiz yoki bo'lmasam nastroyka orqali, kompyuter sozlamalar orqali bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni ko'rganimizdan keyin bizda pastda menyular orasida set degan menyu bor. Menyuda set degan menyuda sichqonchani o'ng tugmasini bosganimizda unda svayistvasi bor. Svayistvaga kirgan paytimizda bizga yana bir qancha menyular taqdim etadi. Bu menyulardan biz изменить дополнительный parametr общего доступа, ya'ni parametrlarga общий доступ berishimiz kerak. Ikkita kompyuter ulaganimizda ikkinchi kompyuterimiz birinchi kompyuter ma'lumotlarini ko'ra olishi uchun. Xo'p, keyingi oynada, ya'ni u menyuga kirganimizda bu oynada biz kompyuterlarning tarmoq ulanish parametrlari va umumiy foydalanish sozlamalarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bizda ko'rinib turibdi, bu yerda 3 ta bo'lim mavjud bo'lib, birinchi bo'limimiz shaxsiy tarmoq profili hisoblanadi. Bu profil kompyuter sizning uy yoki ishxonadagi xavfsiz tarmoqqa ulanganingizda ishlatiladi. Xo'p, ikkinchi bo'limimiz umumiy, ya'ni гостевая или общедоступная, bu yerda mehmon yoki umumiy tarmoq profili hisoblanadi. Bu profili biz ochiq Wi-Fi yoki bo'lmasam tashqi tarmoqda ulaganimizda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi bo'limiz SETI, All Networks deb ham atalar ekan. Bu yerda barcha kirishi mumkin bo'ladi. Xo'p, biz bo'limlarga birin-ketinlik bilan kirib chiqqan paytimizda bizda birinchi va ikkinchi bo'limda belgilanish kerak bo'lgan joylarni, menyularni biz barchasini включить qilamiz va keyin 3-bo'limga o'tganimizda 3-bo'limda birinchi va ikkinchidagi tanlashimiz kerak bo'lgan joylarni включить общий достуp qilamiz va общий доступda parol bilan защита qilasanmi, ya'ni parol bilan himoya qilasanmi deganiga biz отключить общий достуp
parolni zashitam qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, sozlamalarni saqlashimiz kerak, ya'ni сохранить изменения, tahrirlangan jarayonlarni saqlaymiz. Undan keyin biz boyagi kirgan joyimizga, ya'ni set orqali uni свойствосiga kirgan joyimizda ethernet bor. Ethernetdan свойствосiga kiramiz. Bu oynada kompyuteringizning ethernet kabel, ya'ni internet ulanishi parametrlari ko'rsatilgan. IP versiyasi 4, TCP/IP v4 bu asosiy internet protokoli hisoblanadi. Ko'pchilik tarmoqlar aynan shu protokol asosida ishlaydi. Va biz IP servis turga borgan paytimizda uni свойствосini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Aynan bizda ko'rsatilgan oyna, bu oynada IPv4 protokoli bo'yicha kompyuterning IP manzili qo'lga kiritish jarayoni bo'lyapti. Ya'ni bu yerda biz kiritishimiz kerak IP adres. Masalan, men bu yerga kiritishim mumkin o'zimni IP'imni, ya'ni kompyuterimni lokal tarmoqdagi manzilini. Xo'p, misol uchun bu yerda kiritib o'tilib ketilgan 192.168.1.5. Shu joyda bir narsani eslatib o'tishim kerak, ya'ni birinchi kompyuter va ikkinchi kompyuterning IP adreslari har xil bo'lishi kerak. Ya'ni biri ikkinchisini takrorlamasligi kerak. Xo'p, shundan so'ng biz bu oynada qanday jarayon bo'lyapti? Ya'ni bu oynada biz ikkinchi kompyuter ma'lumotlariga kirish uchun ruxsat beramiz. Ya'ni o'sha qaysi papkaga kira olishini va undagi ma'lumotlarni o'qiy olishi uchun ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, masalan, buni amalga oshirish uchun biz papkani ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bosgan paytimizda bizda quyidagi menyular beriladi va bizda bu yerda предоставить доступ degan menyu bor va biz bu yerdan o'qish uchun, ya'ni odamlarga, ikkinchi kompyuterga bizni papkamizga kirib ma'lumotlarimizni olish uchun ruxsat berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi jarayonimiz bizda dastur berish jarayonida bu oyna paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda tanlaganimizda bu yerda biz все bo'limiga o'tamiz va чтение и запись o'qish uchun biz unga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin поделиться tugmasini bosamiz va bosgan paytimizda bu yerda dastur amalga oshyapti. Ya'ni biz bu oz-moz vaqt olishi mumkin. Ya'ni ikkinchi kompyuter birinchi kompyuterning ma'lumotlarini o'qiy olishi uchun. Xo'p, ikkinchi kompyuterda ham yuqoridagi barcha ketma-ketliklarni bajaramiz. Ya'ni dastur berish jarayoni xuddi shunday ketma-ketlikda bajariladi, faqat IP manzili birinchi kompyuterning IP manzilidan farqli ravishda bo'lishi kerak. Ana endi ikkinchi kompyuterdan bizga dastur berilgan ma'lumotlarni birinchi kompyuter orqali ko'ramiz. Buning uchun biz ikkinchi kompyuterning IP manzilini yozamiz va IP manzilini yozganimizda bizga aynan qaysi papkalar uchun ruxsat berilganligi kelib chiqadi. Va bu papkani tanlaganimizda bizda papka ichidagi ma'lumotlarni ham bevosita ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda papka ichida aynan ikkita papka mavjud ekan, ya'ni ikki xil ma'lumot. Bu yerda o'sha ma'lumotlarni biz olishimiz mumkin va bu ma'lumotlarni saqlab olishimiz, ya'ni o'zimiz uchun saqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu jarayonlarni video davomida ketma-ketliklarni amaliy tarzda bajarilganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi.